Assalomu alaykum. Hormaylar. Xo'p, tradingda razgon temasi, razgon haqida eshitgansizlar. Bu kichkina puldan katta daromad qilish. Va meni fikrim aytib o'tganman, yana aytaman. Bu razgon kelajagi yo'q. Qachondir keladi shunaqa joyi, hamma pulingizni qaytarishadi bozorga. Internetda juda ham ko'p qarama-qarshi fikrlar, razgonchilar bor, yangilik ishlaydiganlar. Bu temalar juda eski. Ya'ni ulardan ham oldin ishlab ko'rishgan va hammasini finishi aniq. Nima bilan tugagani. Xo'p, razgon nima degani? Ruschalar bu razgon. Biror narsani ligi tezroq, shunga yaqinroq tezroq so'ziga tezroq ko'tarib, tezroq biror narsani ishlab olish. Yoki kichikroq bir nima deydi? Depozit deydi, tradingda bo'lsa, o'shani ko'proq, tezroq foyda qilib, kattaroq foydaga chiqarish. Shunaqangi fikr borki, shu razgonda $100 olib chiqib qolib, $1000 ga keyin stabilni ishlayman deydi. Nima to'xtatyapti? Agar $100 dan $1000 ga ko'targan bo'lsa, $1000 dan 10,000 ga chiqarishga. Nima to'xtatyapti bunga? Agar $100 dan 1000 ga olib chiqqan bo'lsa, haqiqatda bu realda bo'lsa ham, ya'ni hech narsa to'xtab turgani yo'q, baryer yo'q. Bu psixologik ulovka. Nimaga bu razgon temasi bo'lmasligi? Hop, psixologik ulovka. Bu narsa qopqon. Qayta tushaveradi yana. Qocha olmaydi hech qayerga. Bir foyda qiladi, ikki foyda qiladi. Tradingda foyda qilsa bo'ladi. Kichkina pullar ham katta pul qilsa bo'ladi, faqatgina mantiqqa asoslangan holatda, ya'ni statistika bo'lish kerak. Misol uchun, sizda 5000 ta bitim ochilgan 3 yil davomida. Ana shu 3 yil davomida shuncha bitimning ichidan qancha foizi prosatka bo'ldi? Misol uchun 3% mi, 4% mi, 5% mi? Ana o'sha prosatkani hisoblaganingizdan keyin depozitga nisbatan ana o'shandan keyin riskni ko'paytirishingiz bo'ladi, o'sha strategiyangizni. Ya'ni kelasi yil 3% strategiya qilgansiz. Demak, oxirgi 3 yilda. Demak, 10 karra ko'paytirasiz riskni. Bu degani lotda 10 karra ko'paytirasiz. Sizda 30% endi risk bor keyingi yilga. Endi lotlar katta bo'lgandan keyin, demak, profit ham katta bo'ladi. 10 karra ko'p bo'ladi. Yiliga 50% qildingiz, 3% prosatka bilan endi sizda 500% foyda bo'ladi. Ana o'sha agressiv sistema deyiladi. Agressiv savdo qilish degani. Lekin bitta narsa bor, sizga hech qaysi strategiya keyingi yili yoki keyingi kelayotgan targoviy den, targoviy nedeliya bo'lishi mumkin, ya'ni hafta, oy, yil garantiya bermaydi. 5 yil stabilni ishlagan bo'lsangiz ham garantiya bermaydi. Lekin siz как trader bo'lsangiz, o'zingiz tushunasiz qilayotgan ishingizni, o'zingiz ishongan holatda, buni sinab ko'rsa bo'ladi. Faqat professional trader. Bu 2 oy kurs o'qib yoki kecha kelgan bolalar emas. Kecha Ludaman bilan suhbat bo'ldi. Ludaman degan kasallik bor. YouTube'da yoki Google'da qidirib ko'ring. Ludaman kasalligi bor. Ya'ni Ludaman bo'lgan inson. Bu kazinolarga nisbatan ishlatiladi. Shabada boshlandi. Kazino o'ynaydiganlar, stavkalar bularga qarab ishlatiladi Ludamanga. Endi tradingda razgon boshlab va shu razgonga kirib ketadigan insonlarga ham aytilishi mumkin Ludaman deb. Bu azart. Ya'ni bozorda cho'tka mexanizm bor. Bozor harakati, o'ziga mos algoritmlar, savdo. Siz misol uchun o'z shahringizda bozorga chiqib, sotib olishingiz kerak bo'lsa, biror narsa xohlagancha sotib ololmaysiz-ku, bozor kirib yo'lingizdan chiqqan narsani sotib olmaysiz. Trading bozorida ham xuddi shunaqa. Buni razgonchilar tushunmaydi buni. O'sha kazino deb olishadi, kazino sifatida. Katta negativ fon paydo bo'ladi sohada, tradingda. Ya'ni bir necha даже ko'p ham yuzlab
insonlar razgonda yo'qotadi pulini, qarz oladi yoki boshqa balobatlar yana hamma pullarini tiqib yo'q qilgandan keyin demak bu qimor degan tushuncha keladi qolgan insonlarga yoki tushunmagan insonlarga sohani. Xo'p, kecha suhbat bo'ldi zo'r. Bir 2 soatcha gaplashdik o'sha inson bilan O'zbekistonda. Kazinoda 200 milliondan oshiq pulni yo'qotgan. Qisqa muddatda. Bu tezda bo'lmagan bu jarayon, ya'ni o'zi eskidan ishlab yurgan sohada, ya'ni qanaqa ishlab yurgan, stavka qilib yurgan, kazino o'ynab yurgan, onlayn kazino. Kecha suhbatlashdik o'sha inson bilan va o'sha 200 milliondan oshiq pullarni yo'qotgan, kreditlari bor bu endi. Xo'p, buni nimaga deyapman udamanga? Razgonchilar hammasi udaman. Razgon qilayotgan odam borki, hammasi udaman, tushuntirib bera olmaydi. Sistemasini yangilikka ishlashadi, ikki tomonga ochiladi. Buni bular savdo algoritmi yoki savdo strategiyasi deb o'ylashadi. Men sohada 2018-yildan beraman. Birorta inson hali qolgan yo'q bu sohada. O'sha strategiyada ishlab yoki razgon temada ishlab birorta insonni ko'rganim yo'q, hali ko'rganini. Agressiv ishlasa bo'ladi. Aytib o'tdim buni yuqorida. Lekin bu agressiv ishlash uchun sizda statistika bo'lish kerak, qanaqadir muddat, yillar davomida. Lekin u narsada hech kim ishlamaydi-da. 3 yil, 4 yil, 5 yil sabr qilib hech kim ishlamaydi. 99% inson. Xo'p, razgon boshladingizmi? Razgon savdo strategiyasi в kavычках. Siz bilingki, уже kasallikni boshladingiz, birinchi jarayondasiz. $100 deb razgon qilib ko'rdingiz, 500 da. Va qancha bu vaqtda cho'zilsa razgonda, shuncha siz kasallanib ketaverasiz, chuqurlashib. Yildan yilga battarlashaveradi. Buni yo'li oddiy tuzatishda. Sohaga kiryapsizmi? Yangi bo'lsangiz, tajribali insonni qidiring. Kim u? Qanaqa trader? Gaplarini eshiting. Kursni sotib olish shart emas. Internetda to'la ma'lumot, tekin hammasi. Pulingiz bo'lsa oling, o'rganing. Realga shoshilmay ishlagani. Va ishlab ko'ring. 1 yil davomida demo shotda ishlab ko'ring. Qanday bo'ladi? Sizni savdo strategiyasi, algoritmingiz tayyormi bu narsaga? Qanday ishlaysiz? O'shani ko'rishingiz kerak. 1 yil, kamida 1 yil. Bu juda ham kam vaqt o'zi aslida. 4 yil inst o'qiysiz, o'qishga kirsiz agar, 4 yil chidab o'qiysizda, o'rganasizda, tradingga kirganingizda 2 oy vaqt sizga ko'p. Ba'zi birlarga 4 soat ham ko'plik qilgan. Misol uchun men ishlayman ko'pchilik bilan. Men doktor desam bo'ladi. Bu sohada doktorman. Tuzataman shunaqa insonlarni, razgonchilarni. Yuqorida aytib o'tdim. Agressiv modellari ham bor. Uni ham sekin tushuntiraman. Faqatgina tajribangiz bo'lsa. Tajribasiz inson bilan men gaplashmayman u tema haqida. Ular tushunmaydi. Shuning uchun boshlash kerak nimadandir. Yangimisiz, aytganimni qiling. Xo'p, razgondasiz o'sha. Siz o'zi kasalsiz, ludamansiz, nima qilish kerak? Avvalambor jasorat. Nima deydi? Vera deydi. Vera degani ishonchmi? Birinchi o'rinda shu razgon qilish to'xtatish kerak. Agar kazino o'ynayotgan bo'lsangiz, kazino to'xtatish kerak. Gapirish oson. Bu narsa gapirish oson. O'sha inson kasalda u. Kasalni holiga tushsak ko'ramizda. Menga oson deylik. Boshqa nima qila olamiz biz? Men tomonidan yoki boshqalar tomonidan shu razgonchilarga qanday yordam beramiz? Boshqa variant yo'q. Birinchi yo'li battar bo'linglar, o'shani davom etinglar, razgonda yo'qolib ketinglar hayotdan. Tezroq o'zlaringizni osib olinglar. Boshqalarga zarar tegmasin. Ikkinchi yo'li qisib
sabr tilab o'zizga ishni boshlaysiz. Maslahatlar olib, internetdan qidirasiz. Keyin self study deyiladi. Ya'ni o'zingiz o'rganishni boshlaysiz. O'zingiz mustaqil qidirib, ma'lumotlar, kitoblar o'qib boshlaysiz bu narsani. Menga ko'p bola yozadi, keladi. Signal kanal qilganman. Signal kanal men o'zi nima deydi? Unchalik yoqtirmayman. Traderda, ya'ni kelayotgan bolalar trader deyolmayman ham. Trader desak bo'ladi. Nima deydi? Lazy qilib qo'yadi. Xullas ishlagingiz kelmay qoladi keyin. Ya'ni tayyor narsa bor-ku deydi. Pul kelyapti-yu yoki men o'rgandim-ku. Oliy podpiska to'layman, bo'ldi. Bu ham bitta variant. Agar o'rganar emasangiz yangi narsani, okey. Harakat qilib ko'rish kerak. Men hammaga yordam beraman. Harakat qilayotgan insonlarga, farosatli bo'lgan insonlarga avvalambor. Farosatsizlarga harakat qilsam yordam bermayman. Savollar noto'g'ri berish, noto'g'ri ожидание, ya'ni tradingdan kutishi buni juda ham noto'g'ri narsa kutadi. Qisqa muddatda katta narsa erishaman deydi, men oldimga keladi. Bunaqa emas. Men ishlamayman bunaqa insonlar bilan. Ko'ramiz. Signal kanal ochganman o'tgan yili, oktyabr oyida adashmasam. $30 bo'lgan 30 kunga. Ya'ni kuniga $1 dan to'g'ri kelgan. $1 dan. O'shanda ham insonlar qimmat, ko'pchilik gapiradi, qimmat, pulim yo'q, sharoitim yo'q, bla bla bla. Xo'p, ishlashni boshladik. Ko'pchilikda kasallik bor, ya'ni o'sha razgonchilarda. Asosiy qatlam razgon. İçidən riski tushunganlar bor, ya'ni sistemani ko'rgan, savdoda tushungan, o'zi aloqaga chiqamanga. Ya'ni shogirdlik deymizmi, o'qitish umuman kurs desa, men kursim yo'q. Shogirdlar olaman-da. Usloviyasi bor. Biz shunga, ya'ni o'sha podpiskadan boshlaganmiz, fokus gruppa qilib. Ya'ni fokus gruppa именно o'sha gruppadagilar bilan chuqurroq ishlash, o'rgatish. Misol o'rmonchi odam adashib qoladi kirsa, kartochkalar o'shitdi. Biz ularni olib turib, saralanganlarni fokus gruppaga qo'ydik. Ya'ni aniq bir joy, strategiyalar aniq, o'yin qoidalari aniq oldinda. O'shalarga yordam berdik, chuqurroq o'rganish uchun. Va hozir o'rganishyapti. Buni fokus gruppamiz bor. Bu tekin edi, saralab olish kerak edi. Saralab olardim o'zim. Endi uni pulli qilib qo'ydim. Yo'q, qo'shilish pulli. Faqat bizni podpiskalar uchun. Ya'ni podpiska olgan, hozir narxi oshgan podpiskani ham 30 kunga o'shalardan olishimiz mumkin. Bu kim uchun fokus gruppa? Tradingda o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Kirib, siqo qilaman, tezda boyib ketaman deganlar uchun emas. Avvalambor shu sohani o'rganish uchun. Nima ekanchida? Shunaqa uyimga 5 minutlik yo'l. Bu birinchi o'jara, atrof to'la o'rmon. Bu yoqqa o'rmonlashib ketgan, maza qilib yuradigan joy. Bu yerda o'ynaysiz, tennis stollari bor. Bu yerda cho'miladigan joy bor. Mana shunaqa joyda yashayman. 5 minutda uyimga boraman peshkom. Xullas, gapni oxiri o'zimga qaratib olay. Gapni oxiri sohaga kirdingizmi? Tajribali insonga aytganini qiling, qisib. Shu yerda joyingiz qising, yaxshilab 2 oy davomida ishlang. Хотя бы 2 oy. Kanalga ulaning, Signal kanaliga. Ishlab ko'ring.
algoritm bilan demo shotda kurslarga boradi bolalar. Yillab bir tiyin natijasi yo'q hech qaysini. Albatta 600 ming bergan qorni og'riydi. Oling, ishlab ko'ring. Maqsadingiz aniqmi? Sohani o'rganmoqchimisiz? Yozing, o'rganmoqchiman deb. Pul to'plang. Ishingiz bormi o'zingizni, o ishingizni qiling, pulingizni to'plang. Bu sohada 100-200 dollar bilan ish bitmaydi. Ko'proq pul kerak. Pul to'plang. Sizni davolashni boshlaymiz. Agar razgonchi bo'lsangiz, davolaymiz. Agar yangi bo'lsangiz, o'rgatamiz tradingni, haqiqiy professional trading nimaligini tushuntiraman. O'rgataman. No, конечно, pul evaziga. Bepul o'rgatib ko'rdim. Signalni arzon qilib ko'rdim. Natija juda ham past. Signal narxini oshirganimda filtr yaxshigina filtr bo'ldi. Normalniy bo'ldi. Qoldi ko'pchilik. Mana yana narxini oshirmoqchiman. Yaqin oylardan. Bizga ko'pchilik kerak emas. Ishlashda xolidi yo'llar, o'sishda xolidi yo'llar qolsa bo'ldi. Hammaga bozor qilib sotish shart emas. Tak. Shunaqa qilib yurishadi mana. Yosh kattalar, pensionerlar. O'zi betlarda Latviyadaman hozir. Pensionerlar ko'p yoshi. Ko'chada yurayotgan pensionerlar ko'p ko'raman. O'zbekistonda ko'rasizlar, 70 ga kirgan ayollarda, chollarda ko'chada sayr qilib yurgan. Men juda ham kam ko'raman. Shunaqangi joylar. Xo'p, razgon haqida gapirdik. Hammaga rahmat. Mana shunaqangi videolar qilib turaman, harakat qilaman. Savollar bo'lsa yozinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmaydi. Bitta ham musobaqasi osmon.